qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbullar shirin nolasi bor. Bulbullar suhani bor. Qarg'ani qag'irlagani hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqiboz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib keldi, shu bulbulga qo'yib bo'shay. Deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon, endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoyi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tagida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bog'bon o'sha daraxtni tagini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bog'bon kelib bulbulga, bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan, nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Sani domingga ilinish, sani uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Men degan zo'rlar bir yosh bolaning ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa.